Ka'batullohning ustidagi Ka'ba po'stida o'zbekistonlik insonning ismi yozilganligi haqida eshitganmisiz? Agar bu inson kimligini bilishni istasangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Bu inson asli namanganlik bo'lgan Abdurrahman Amin Buxoriydir. Bu insonning ismi islom diyorida yuqori hurmat bilan tilga olinadi. Hattoki bu insonning ismi muqaddas Ka'ba po'stida kisva matosining har yilgi nusxasida oltin harflar bilan yoziladi. Chunki bu inson kisvaning dizaynini sulus uslubida kashf qilgandir va Saudiyada o'tkazilgan xattotlik musobaqasida g'olib bo'ladi va mukofot uchun taklif qilingan pulni rad etib, uning o'rniga ismlarini kisvaning har bir nusxasida yozilishini so'raydi va Saudiya hukumati ham bu taklifni qabul qiladi. Bu inson 1990-yilda muborak 90 yoshida vafot etdi. Ammo uning ismi haligacha oltin harflar bilan bitib kelinmoqda. Video keng tarqalishligi uchun videoni yaqinlar bilan ulashing va bizga obuna bo'ling.